Albatta, birinchi navbatda butun jamoani muxlislarni g'alaba bilan tabriklayman. Yaxshi o'yin bo'ldi. Fardi ham yaxshi jamoa ko'rib chiqdik. Pro Ligada yaxshi o'yinlar ko'rsatyapti. Bugun ham yaxshi harakat qildi. Albatta, bolalarimiz ham yaxshi harakat qildik. Ko'p imkoniyatga ega bo'ldik. Eng asosiy g'alaba qozondik va keyingi etapga chiqdik. Yaxshi, prinsipi bu o'yinga ham tayyorgarlik ko'rayotgan jarayonda baribir ko'rib chiqdik 2-3 o'yinni. Undan tashqari ham kuzatardik, baribir Farg'onaning jamoasi Fardini yaxshi, murabbiy ham yaxshi o'yin ko'ryapti. Anaqasi mantiq o'yinda bor, har bir futbolchi nima qilishini, qanaqa o'ynayotganini bilgan holda harakat qilyapti. O'shaning uchun bu jamoaning o'yini bor. Albatta, rezultat endi bugungi rezultatni umuman chekkaga sursak, umuman menimcha yaxshi murabbiy ham, Fardi ham yaxshi jamoa. Endi albatta har bir jamoa maqsad qo'yadi. Bizda ham har bir musobaqada albatta g'alaba qozonish harakat qilamiz. Chempionatda ham, kubokda ham oxirigacha harakat qilamiz. Chunki bu vazifa o'zi menimcha oldimizda turibdi va bunga harakat qilamiz. Albatta ular yo'g'ligi albatta birinchi turda ham mana shu o'yinlarda bilinadi deb bilaman. Agar ular bo'lganda komand jamoaga yana ham kuch bag'ishlardi, jamoa yana ham kuchli bo'lardi, hujumda ayniqsa. O'shaning uchun kutyapmiz ularni, chunki Husayn Norchayev bilan Aliquli Iyosov ham yaxshi darajadagi futbolchi. Zabihullo O'rinboyev bor. Oldida bizda o'yinchi o'zi yetmadi ko'p o'yinlarda. O'shaning uchun kutyapmiz. Inshaalloh sog' omon bo'lishsin, travma bo'lmasin. O'yinga har bir futbolchi Namanganga kuch beradi. O'zida hozir gaplashyapmiz. O'zi kelishuvimiz ham shunaqa edi. Davra orasida ungacha qaraymiz dedik, chunki bu ham 5-6 oy futbol o'ynamagan shog'ga oldik, qiz bo'lgan, kech qo'shildi o'zi. O'shaning uchun keldi, ko'rdik. Albatta, qaysidir o'yinlarda foydasi tegdi jamoaga, qaysidir o'yinga chiqmadi. O'shaning uchun kelishuvimiz bor hozir. Yozda agar bizga yoqsa qoldirish ehtimolimiz bor, yoki yoqmasa albatta o'zgartirish ehtimolimiz bor. O'shaning uchun hozir albatta rahbariyat bilan gaplashamiz. Uni keyingi aniqlasa. Endi albatta menimcha birinchi navbatda terma jamoaga omad tilaymiz. Har birimiz vatan jamoaga muxlislik qilamiz, duodamiz. Inshaalloh yorug' yuz bilan ketib, yorug' yuz bilan qaytishadi, g'alabalar qozonib va albatta biz ham bu payti albatta tayyorgarlik ko'ramiz. Hozir kichkina ta'tilga chiqamiz va undan keyin o'sha ikkinchi davraga, birinchi davraning 4ta uchrashuv bor va ikkinchi davraga tayyorgarlikni o'tkazamiz.